Islom sizlar bilan Shahar o'rtoqlar. Esingizda bor Honor X9D telefonini to'liq sizlar uchun obzor qilib berganim va rostdan juda ham ko'pchilikka manzur keldi. Ishlatib ko'ryapti, foydalanyapti, sotib olyapti va undan keyin ham juda ham ko'pchilik odam so'radi. Shoha haqiqatan ham zo'r ekan. No, meni budjetim kichkinaroq. Budjetmi, lekin o'shanga o'xshagan mustahkam, batareyalari ham katta, yaxshi bitta telefon yo'qmi deylar. Aynan mana shu talablarga binoan bugun aynan o'sha X9D telefonimizni o'zini radnoyi bratchkasi X7D telefonni olib keldim. Mana bugun xudo xohlasa to'liq obzorini qilib chiqamiz. Kundalik hayotda ishlatganda qanaqa ishlab beradi va o'yinlarga qanaqa, o'yinlarda necha FPS ochib beradi. Mana shu narsani to'liq ko'rib chiqamiz. Mana endi birinchi bo'lib kelinglar. Upakovkasini bitta ochib, ichidan nimalar chiqishini ko'rib olamiz. Xo'p, men unboxing qilishga tayyorman. Undan oldin sizlar kanalimga bitta obuna bo'lib qo'yib, like bosib, kommentariyada xohlagan miyalarga birinchi kelgan gaplarni ham yozib ketsanglar, juda ham xursand bo'laman. Lekin обязательно obuna bo'lib, like bosib qo'ygan bo'lsanglar. Mana endi korobkamizni bitta sekin ochib ko'rsak ham bo'ladi. Xo'p, sekin ochib oldik. Birinchi navbatda akkuratno telefonimizni o'zi upakovkalarda chiqib keldi. Buni sal keyinroq ochib ko'ramiz. Xo'p, dальше nimalar chiqyapti bizda? Sim kartamizni ochib yopishga o'zining maxsus qurilmasi, qanaqa nomlanishini bilmayman. Скорее всего, bu yerda chexolimiz. Da. Chexolimiz qanaqa ekan? Tak. Buni chekiga tursak ham bo'ladi. Прозрачный, o'zini обычный chexoli. Ну, gap yo'q, respekt. Xo'p, ichida nimalar bor? Buning ichida xo'sh. Birinchi o'zini qanaqa foydalanish qog'ozchasi to'liq yozilgan. Bu narsa bizga unchalik kerak emas, rus tilida va hind tilidan bir nima qilib yozib qo'yishdi. Bunisi nima? Bunisi garantированный talon. Garantiya taloni ekan. Bu endi boshqa hech narsa ham yo'q ekan. Chekiga olib tursak bo'ladi. Va korobkamizning ichidan o'zini originalni 35 vatli zaryadkasi chiqib keldi. Gap yo'q. Upakovkada нормально. И o'zini originalnisi ham chiqib kelish kerak bu yerda. Ismini borib o'zida ochaman. Dey takoy olamiz, bunisini yirtib o'tiramiz. Yangi ana paytda takoy qo'shib bo'ladi. Narsani buzamiz. Type-C zaryadka oladi. Iso, zaryadka chiqqan. Endi telefonimizni o'zini ochib ko'rsak bo'ladi. Endi birinchi bo'lib telefonimizning xarakteristikasi bilan sizlarni tanishtirishni boshlasam. Birinchi navbatda displeyimiz TFT LCD 6U77 dyum. Anchagina katta va qulay. Va o'zi bu displey qanaqa? Hech eshitmagan ekanman shoh desanglar, TFT displaylari aynan film tranzistor texnologiyasiga asoslangan suyuq kristalli displey hisoblanadi. Bunda har bitta pikselini bor-ku, alohida bitta tranzistor boshqaradi. Shuni hisobiga ham tasvir anchagina tiniq va ranglar ham anchagina yaxshi chiqib beradi. Displeyimiz to'laqonli 120 Hz ni podдержка qilib beradi. Bu albatta kundalik hayotda ishlatganimizda ham yoki nima desa bo'ladi, kitoblar, kinolar ko'rganimizda yoki o'yin o'ynaganimizda anchagina tez, ko'zimizni charchatmaydi. Bu albatta juda ham zo'r. Aynan budjetnoy telefonlar uchun. Protsessorimizga keladigan bo'lsak, protsessorimizga Qualcomm Snapdragon 685 chipi joylashtirilgan. To'g'ri, bu protsessorimizni qanaqadir premium yoki flagman darajadagi deya olmayman. Aynan o'yinlarda qanaqadir kuchliroq shooter o'yini bo'ladi-yu, shu PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, shunga o'xshash o'yinlarda maksimal baland FPS bera olmaydi, lekin o'rtacha yaxshi FPS bera oladi. Endi bitta narsani ahamiyatga olishimiz kerak. Telefonimiz anchagina budjetli va o'zini budjetiga juda ham yaxshi protsessor qo'yilgan. Bu aynan kundalik hayotda ishlatish uchun moslashgan bo'lganligi uchun kundalik hayotdagi barcha ehtiyojlarni borib bemalol qondirib bera oladi, qotib qolmaydi. Eng muhimi, yaxshi maza qilib ishlata olasizlar. O'yinlarga keladigan bo'lsak, o'yinlarda o'rtacha normal FPS ochib beradi. O'shanda bemalol o'rtacha o'ynasanglar bo'ladi. Har holda o'zini budjetiga yarasha. Doimiy xotira va operatsion pamyatimizga keladigan bo'lsak, ikki xil versiyada ishlab chiqarilgan. 6 ga 128 talik va 8 ga 256 talik versiyalari mavjud. Bizda aynan 8 ga 256 talik versiyasi turibdi. Va eng muhim taraflaridan bittasi operatsion pamyatimizni telefonimizni o'zidan 1 ga 1 oshirsanglar bo'ladi. Ya'ni 6 GB ning 12 GB operatsion pamyat qilsanglar bo'ladi, 8 taligini 16 GB operatsion pamyatga oshirib olsanglar bo'ladi. Bu albatta aynan ma'lumotlar almashayotganda yoki telefonimizning o'zini tezligini anchagina oshirib beradi. Batareya sig'imimizga keladigan bo'lsak, naqd 6500 mAh o'rtoqlar. Sizlarni ishontirib ayta olamanki, o'zini budjet kategoriyasi bo'yicha ham eng yaxshi natijalardan bittasini ko'rsatadi. Agarda eng yaxshisi bo'lmasa, chunki men shu paytgacha umuman eshitmaganman,
aynan o'zini mana shu budjet kategoriya bo'yicha ham 6,5 ming milliamperlik batareyasi bor telefonni. Bu aynan birinchisi. Bu albatta o'rtoqlar shu ishli insonlar uchun va o'zimga o'xshagan shu student, maktabda o'qiydigan odamlarga juda ham qo'l keladi. Chunki ertalab bitta zaryadkani to'ldirib ketasizlar. Shu bilan o'ylab ham o'tirmaysizlarda zaryadkam qancha qoldi ekan deb. Bemalol bosib maza qilib ishlatasizlar, bir kunni oxirigacha to'liq yetib beradi. Agarda o'rtacha ozgina kamroq ishlatadigan odamlar bo'lsa, 2 kungacha ham bemalol yetib beradi. Lekin bitta narsani sizlarga aytib o'tib ketmoqchi edim. Bu narsa e'tiroz emas, chunki baribir ham budjetli telefon, aynan o'zini original zaryadkasi bor, 35 vatli va zaryadkaga qo'yganingizda примерно 50% dan 60% gacha 40 minutlar atrofida zaryadka olyapti. Va albatta nima desa bo'ladi, ozgina qulog'imiz o'rganib qo'yganku, tezroq zaryadka olishiga. Bu narsani tushunsa bo'ladi, chunki bu telefonimizning narxiga va 1 soat, где-то 1 soat 20 minutlarda to'liq zaryadka olib bo'lar ekan. Menimcha sabr qila olsanglar, bu albatta juda ham zo'r. Lishni o'zimga endi baribir ham tezroq zaryadka olgani ma'qul edi-ku, lekin bu narsani tushunsa bo'ladi. Kameramiz 108 megapikselni tashkil qiladi. Oldi frontalni, ya'ni selfie kamerasi 8 megapikselni va aynan hozir telefonimizning o'zini kamerasida va o'zini mikrofonida zapis qilib videoga olaman. Sifatini o'zingizlar tekshirsanglar bo'ladi. Aynan bu budjetli telefonimiz uchun kamerasi yaxshimi yomonmi? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada bildirib o'tib ketinglar. Ha o'rtoqlar, kameramiz 108 megapiksel va oldi kameramiz ham 8 megapikselni tashkil qiladi. O'zingga chiroqqa yoqdimi, yoqmadimi desanglar, o'zini budjeti uchun bemalol ehtiyojinglarni qondirib bera oladigan darajada yoqdi. O'tirarlar. Videoni o'zingizlar tomosha qildinglar va qolgan testlarimizda ham bitta chekkadan bitta bilib olaylik, ko'chada, yorug'likda va yorug'lik kamroq joylarda qanaqa rasmlarga oladi, qanaqa tasvirga ega. Bitta mana shu narsani ko'rib olamiz. O'rtoqlar, bu aynan yorug'lik juda ham kam bo'lgan momentda aynan videomizga, ya'ni frontalni o'zimiz selfie kameramizga video olayman. Kачествосini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Qorong'u joylarda qanaqa ishlab beryapti va mikrofonlarni ham bemalol eshitsanglar bo'ladi. Atrofimda imенно mashinalar o'tib qaytyapti. Ana endi ozgina уже qorong'u-ku, lekin yorug'lik bor joyga chiqib video olib ko'ramiz. Mana aynan qorong'u joydan yorug'roq joyga o'tdik, svetlik ko'proq, yorug'lik ko'proq joyga o'tdik. Kачествосini o'zingizlar tomosha qilishingiz mumkin. Menimcha juda ham zo'r. Tayyorlanib ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar qanchalik tasvir o'zgarayotganini va mikrofonni ham boya aytganimdek alohida e'tiborga olib ko'rasizlar. To'g'ri, jan unaqa tozalab bermayapti, chunki anchagina ovoz baland mashinalarning. Lekin videoni tasviriga, kачествосiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aynan yorug'lik bor joyda cho'q kачественно qilib video tasvirga olib beryapti. Aynan kechqurun bo'lgan taqdirda. O'rtoqlar, qaranglar, atayin ko'zimni yumib rasmga tushdim. Nimaga? Bunda maxsus funksiyasi bor. Misol uchun ko'p tanishlar bilan tushganimizda asosan ko'zimiz yumilib qoladi-yu rasmlarda. O'shani bitta kiramizda, bitta mana shu rejimini tanlab, AI yordamida ko'zimizni ochtirsak bo'ladi, qarab turinglar. Render qilyapti. Opana! Karis bola tayyor. To'g'ri, ozgina karisga o'xshatib qo'ydi-ku. Nima desa bo'ladi, men ko'zimni to'liq yumib olgandim. Endi sizlar rasmda bunaqa darajada to'liq yummasanglar kerak. Hatcha bu AI bu narsani yana rivojlantirish kerak. Ishqib, hatcha aynan shunaqa ko'rinishda saqlanib chiqib beryapti. Ko'rib turibsizlar. Ana endi telefonimizning ko'rinishi, ya'ni dizayn tomoniga bitta ahamiyat berib olsak. To'g'risini aytaman, telefonimizni obzor qilishdan oldin sabrim chidamadi. Telefonimizni korobkasidan ochib, 1-2 kun to'liq o'zim bilan olib yurib ishlatib ko'rdim. O'shanda hamma atrofimdagilar, tanishimdagilar reska so'rashni boshladi. Sho'xa qanaqa telefon, nima telefon, prям nech pulga olding deb qiziqishni boshlashdi. Sababi ko'rinish jihatdan haqiqatan ham premium vidni berib turganda qimmat telefonda realni ko'rinadi. O'tiraylik deyman. Bu narsani nimaga aytib beraman? Aynan buni ma'nosi, shtob ko'chib uylarda, maktabda, universitetda, ishxonada, qanaqadir yig'ilishlarga borganingizda telefonimiz har doim sizlarga premium ko'rinishni berib tura oladi, sizlarni umuman hech qayerda uyaltirib qo'ymaydi. Telefonimizning 3 xil rangi bor, o'zingizlarning didinglarga bog'liq, bemalol tanlab olasizlar. Qo'limizdagi kulrang, qora va tilla ranglari mavjud. Va eng maza qilgan tarafi, misol uchun telefonimizning kulrang rangligi hamma tomoni kulrang rang berilganda, ana kamera jihatida kamera teksturamiz birinchidan to'rtburchak ishlangan, o'zi bir juda ham chiroyli ko'rinib turadi va ichi qop-qora matvoy qora qilib qo'yishgan. Bu albatta menga juda ham yoqdi. Uzoqdan qaraganingizda ham, yaqindan qaraganingizda ham ancha chiroyli ko'rinib, chiroyli vidni berib turadi.
va telefonimizning orqa tomoni ipaksimon teksturaga ega. Bunda albatta umuman barmoq izinglar qolmaydi, deyarli umuman qolmaydi. Bu albatta beshchexol ishlatadigan odamlarga anchagina qo'l keladi, chunki barmoq izlari qolib ketaversa, ishlatginglar kelmay qoladi. Qanaqadir bu telefonimizda unaqa bo'lmaydi. Umuman barmoq izinglar qolmaydi. Даже kameramiz, aynan kameramizni o'ziga ham teginsanglar, ko'rib turganingizdek, umuman barmoq izlari qolmaydi. Endi to'g'ri, mana shunaqasiga ish qilib, qanaqadir bor kuchinglar bilan ish qilasanglar, barmoq izi qolishi mumkin, lekin bitta artib tashlaysizlar, tezda ketadi. Va telefonimizning eng maza qiladigan taraflaridan bittasini aytayman. X9 ni prям mustahkamligini hamma havas qilganda, aynan bu telefonimizni ham SGC Premium sertifikati bor. Aynan bu 2 metrgacha bo'lgan balandlikdan telefonimiz tushib ketsa, umuman hech narsa qilmaydi, juda ham mustahkam. Va albatta IP65 sertifikatiga ham ega. Bu suv va changlardan to'laqonli himoya qilingan. Suv sachrab ketadimi, tushib ketadimi, changda qolib ketadimi, qumlarga tushib ketadimi, telefonimizga absolyutno hech narsa qilmaydi. Bu albatta ham dizayn tomonlama premium ko'rinadi va anchagina mustahkam. Buni bemalol sayohatda ham, boshqada ham, universitetda ham, любой bitta joyda beshchexol hech qanaqa stiklosiz maza qilib ishlatib yursanglar bo'ladi. Endi baribir tavsiya qilaman, bitta yuqqa bo'lsa ham stiklo qo'yib olinglar. Endi o'zingizlarning xavfsizligingiz uchun. Lekin beshchexol ishlatsanglar absolyutno maza qilib ishlatasiz. O'tirayni aytayman. O'zi telefonimizda gaming test qilib ko'rish niyatim yo'q edi, sababi telefonimiz tak budjetli. Bunda gaming testda ko'p narsalarni talab qilishimizni o'zi bir xato ish. Lekin baribir ham shunday ham bo'lsa ham gaming test qilib ko'raman, necha FPS ochadi va o'yinlarda o'zini qanaqa tutib berishi, qanaqa hissiyot bera olishi ozgina baribir ham ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Lekin oldindan bitta narsani ogohlantiraman, telefonimiz budjetli, bu narsadan nima bo'ladi? Aynan gaming yo'nalishi bo'yicha ko'p narsani talab qilishga haqqimiz yo'q. Lekin shunday ham bo'lsa ham kelinglar, necha FPS ochib beradi va tadam o'ynab ko'ramiz, qanaqa hissiyotlar bera oladi. Mana shu narsani bitta tekshirib olamiz. Xo'sh, mana o'rtoqlar PUBG Mobile'ni skachab qilib oldim. Mana endi bitta nasrovkasiga kiramizda. Nima qilamiz o'rtoqlar? Bitta grafikaga to'xtaylar. Bu yoqda 30, balansda bu yoqda 45. Zo'r. Buni qo'ysakchi? Nичего себе! 60 FPS o'rtoqlar. To'g'ri, plavnoyda 45 ocharkan-ku, lekin именно mana shu beta versiyada ishlayapti. Mana shu grafika, shunga qo'ysanglar 60 FPS ekan. Nичего себе, lobbyda 45. Bu qanaqa rejim bilmadim. Bunda ham 45. Da ну нормально. Ну нормально, bu telefonimizga 60. Giroskop ham ishlaydi. Ana endi o'zimni umumiy xulosalarimni gapirib bersam, meni oldindan kuzatadiganlar biladi, telefonni qanaqa bo'lsa har doim shunaqa aytganman. Ortiqcha maqtamaganman ham, ortiqcha yomonlamaganman ham, qanaqa bo'lsa, yaxshimi yaxshi, yomonmi yomon. Har doim shu narsani ochiq-oydin sizlarga bildirib o'tganman. Bu safar bemalol qo'rqmasdan ayta olamanki, umumiy fikrim juda ham yaxshi. 1.800.000 atrofida hozirgi kunda bu telefonimizni bozorlarda bemalol topib olsanglar bo'ladi va bo'lib berishga ham bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Ana endi bu narxini bemalol bilib oldinglar. O'zi boydan beri boshinglarni og'ritayapman. Budjeti deb ana endi mana narxini bilib oldinglar. Va bunaqa narxga menimcha juda ham ideal shtob. Batareya tomonlama 6.5 mAh. Bir kunga agar o'rtacha ishlatadigan odamlar bo'lsa, 2 kunga bemalol yetib beradi. Dizayn tomonlama juda ham chiroyli, premium ko'rinishda bemalol beradi va misol uchun har xil vaziyatda ishlatamiz, har xil holatda bo'lishi mumkin. Mustahkamlik jihatdan ham umuman muammosi yo'q, sertifikatlar bilan ta'minlangan. 2 metrgacha ham tushib ketsa hech bir qilmaydi telefonimiz, beshchexol maza qilib ishlatib berasizlar. Bu telefonni o'zi kimlarga maslahat bera olaman? Ana endi misol uchun maktab o'quvchilarimizga, studentlarga va agar misol uchun ishda ishlaydigan insonlarga ham bemalol tavsiya qila olaman. Misol uchun hamma ham telefon uchun ortiqcha qanaqadir qimmat pul sarflashni yoqtirmaydi. Menga shu o'rtacha normal kichkina budjetda bo'lsin, o'shani sotib olay, maza qilib ishlatib yuray desanglar, aynan mana shu telefonimizni bemalol tavsiya qila olaman. Va misol uchun o'zingizlarning yaqiningizlarga podarka qilganda ham uyalib qolmaysizlar. Ko'rinish jihatdan juda ham chiroyli va podarka qilgan odaminglar ham maza qilib ishlatib beradi, sizlardan xursand bo'lib. Va mabodo уже sizlar katta bo'lsanglar, ota-onalar meni ko'rayotgan bo'lsa, juda ham xursandman. Agarda farzandingizlarga aynan mana shu telefonimizni juda ham budjetli o'qishi uchun student bo'lsa,
o'sha o'qish uchun sotib olib bersanglar, podarka qilsanglar, o'qishda mazza qilib, sizlarni duo qilib, mazza qilib ishlatib beradi. Umumiy xulosalarim sizlarga mana shu va aynan shunaqa insonlarga bemalol qo'rqmasdan tavsiya qila olaman. Gaming testiga keladigan bo'lsak, gaming testida o'zingizlar ko'rdinglar. 60 FPS ni to'laqonli ochib berdi. To'g'ri, orada baribir ham laglar bo'lib turadi, lekin bu telefonimizni budjetidan qaraydigan bo'lsak, bu albatta zo'r natija. 60 FPS uncha budjetli telefonlar bermaydi. Maksimum o'sha 30-40 FPS beradi, bilasizlar, o'shanda ham qotadi. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz aynan mana shu narsadan iborat edi. Telefonimizni to'liq sizlarga ochib berdim degan umiddaman. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa gaplashib, obzorlar qilib o'tirish nasib qilsin. Hammaga rahmat.